Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga uyqu haqidagi eng muhim 4 ta ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, uxlashdan kamida 1 yoki 2 soat avval ko'k ekranlardan foydalanishni mutlaq uzish kerak. Bu telefon bo'lishi mumkin, televizor bo'lishi mumkin yoki kompyuter ekranlari bo'lishi mumkin. Mana shunaqa ko'k ekranlardan foydalanishni kamida 1 soat, iloji bo'lsa 2 soat avval mutlaq to'xtatish kerak. Masalan, kechqurun soat 10 da uxlamoqchi bo'lsangiz, 8, uzog'i 9 da siz telefonlardan, kompyuter, televizorlardan foydalanishni to'xtatgan bo'lishingiz kerak. Bu uyqu sifatini juda yuqori darajada bo'lishiga yordam beradi. Ikkinchisi, uyquni oralig'i kamida 4 soatni tashkil qilish kerak. Ya'ni kechqurungi uyqu kamida 4 soat bo'lishi kerak. Eng zo'r vaqti 12 dan 4 orasigacha ko'rsatilgan kechqurungi. Lekin 10 bilan 2 orasida ham yaxshi vaqtga erishsa bo'ladi yoki 11 bilan 3 orasida ham yaxshi uyqu vaqtiga erishsa bo'ladi. Eng kam 4 soat bo'lishi maqsadga muvofiq, lekin 6 soat, 8 soat, ya'ni ehtiyojdan kelib chiqib, har kim o'zini individual fiziologiyasidan kelib chiqib shuncha vaqt davomida uxlashi mumkin bo'ladi. Faqat telefonlardan, ekranlardan foydalanmagan holda uxlasa, mana shu vaqtda eng yaxshi samarali uyquga erishish mumkin bo'ladi. Uchinchi ma'lumot, uyqu vaqti doim aniq bo'lishi kerak, ya'ni tartibli bo'lishi kerak. Masalan, siz har doim 12 dan 4 gacha orasida uxlasangiz, imkon qadar mana shu rejimni, tartibni buzmaslikka harakat qilishingiz kerak. Bu organizmni o'zini biologik moslashuviga, biologik soati to'g'rilanishiga yordam beradi. Yoki 10 bilan 4 orasida uxlasangiz, mana shu oraliqni doim amalga oshirishga, doim saqlab turishga harakat qilishingiz kerak. 4-ma'lumot, kunduzgi qisqa uyqudan foydalanish kerak. Bu 15-20 daqiqani o'z ichiga oladi. Taxminan 12 va 3 lar orasidagi vaqtda 15-20 daqiqa mizg'ib olish, uxlab qolish emas, mizg'ib olish, bu stulga suyanib yoki stolga boshni qo'yib ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana shu mizg'ib olish sizni kunning ikkinchi qismidagi energiyangizni ancha to'ldirib beradi va kechqurungi uyqugacha bo'lgan vaqt davomidagi o'zingizni tetikroq tutishingizga yordam beradi. Ma'lumotlar Doniyor Nasriddinov ustozimizni Sarchashma loyihasidagi uyqu qismidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Salomat bo'ling.